Mana Farg'ona xalqaro aeroportda Xudo xolasa sakinat mana ziyoratchilarimizni vizalarini berdik, ofisimizda hamma yo'llar berdik. Xudo xolasa mana registratsiyalardan sanoqli yuksak travel ziyoratchilari qoldi, qolgan boshqa firmalar. Albatta mana bu yerda Mo'min hoji aka ham xizmatdalar. Alloh xizmatlaridan rozi bo'lsin. Mo'minjon hoji aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Bardammisiz? Xudo xolasa to'y boshlagansiz, el yurt mana xalq sizni ko'radi, xalq taniydi. Xudo xolasa taklif qilib qo'ying xalqimizni. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Hammalaringizni 10-iyul kungi bo'ladigan shodiyona nikoh va aqiqa to'y marosimlarimizga taklif qilamiz. Inshaalloh. Hammalaringiz bir saharga nonushtaga taklif qilsangiz, tashrif buyursangiz, boshimiz osmonga yetadi, xursand bo'lamiz va xizmatlaringizda bo'lamiz. Assalomu alaykum. Rahmat hoji aka. Manzilni men yozib qoldiraman. Salomat bo'ling hoji aka. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Xalqimiz sizni yaxshi ko'radi, boradi Xudo xolasa. Ukamiz ham xizmatdalar. Akbar hoji akam mana aeroportni mana boshlig'i desak bo'laveradi mana. Yuksak travelni rahbarlari mana. Akam tinmaylar, keladilar mana aeroportda xizmatdalar 24 soat. Hamma ziyoratchilarimiz xursand Xudo xolasa. Mana bu tomonda hoji onalarimiz mana. Hamma xursand Xudo xolasa. Aeroportimiz bugun sakinatli, chunki yuksak travelni xizmatdamiz Xudo xolasa. Mana hoji akamlar hamma yerda. Bu tomonda mana formalar berilardi. Bu tomonda vizalarimiz hamma yo'llar beriladi. Bu top bizning joyimiz, Xudo xolasa yaqinda shunga o'xshatib chiroyli qilib remont qilamiz inshaalloh. Bu Yodgorjon akam bo'larlar, YouTube'da meni ustozim bo'larlar, Xudo xolasa. Aka sizga ham rahmat, ko'p narsalar o'rganyapman. Alloh rozi bo'lsin aka. Xudo xolasa chiroyli holat mana.